Hozirgi kun ota-onalari farzandlari uchun oddiy maktab emas, balki farzandlari kelajagini ishonib topshira oladigan muhit izlashyapti. Har bir ota-ona farzandi kuchli inson bo'lib yetishini xohlaydi, lekin kuchli inson qanday qilib yetishadi? Faqat dars bilan emas, muhit bilan, tarbiyali, tajribali ustoz bilan, intizom bilan. Biz Proakademik xususiy maktabimizda nafaqat fan o'rgatamiz, balki o'quvchilarimizda maqsad, mas'uliyat, katta orzular shakllantiramiz. Bizning maqsadimiz faqat imtihondan yuqori ball to'plash emas, balki kelajakda o'z o'rniga ega bo'lgan avlodni tarbiyalash hisoblanadi. Yangi o'quv yilidan boshlab faoliyatimizni zamonaviy va yanada qulayliklarga ega bo'lgan yangi binomizda davom ettiramiz. Maktabimizning 1-11 sinflariga o'quvchilarni qabul qilamiz. Farzandlarimiz uchun yaratilgan yangi muhit, keng va yorug' xonalar, zamonaviy shart-sharoitlar ularning kelajagi uchun xizmat qiladi. Agar siz ham farzandingiz uchun ta'lim, tarbiya, sog'lom raqobat uyg'unlashgan maktab izlayotgan bo'lsangiz, sizni maktabimizga taklif qilamiz. O'ylaymizki, farzandingiz uchun qabul qilgan eng to'g'ri qarorlaringizdan biri shu bo'ladi.